10 ta 15 ta ot chiqarganman. Afsonaviy kiyik mendan ketgan. Delfin degan otim bor edi. Charles degan otim bor edi. Katta o'g'lim Sardor Chobog'onnikni tanladi. 1,5 ayrada davralarga borsak, o'ting bo'lamiz ot tufayli. Ot yaxshi narsa bu. Otga qiziqing, yigitmisiz otga qiziqing. Otsiz o'zi bizlar o'zimiz tasavvur qila olmaymiz. O'g'lim ham Chobog'on, yana 4 ta o'g'lim bor. 3 tasi shu otni izidan otga qiziqib ketgan. Ketayotgan paytga kiyikka kel kiyik derdim. Chobog'on tushgandan keyin izimdan chiqib ketardi. Nima uchun? O'g'limda nevaram qanday erkalatib shitib erkalatardim. Bitta olma berardim. Kel kiyik deb yugurib ketsam yuguradi. To'xtasam to'xtaydi. Ot shunday bo'ladi. Ot aqlli jonivor. Otga mehr bersangiz, u ham sizga mehr beradi. Meni davraga tanitgan ot. Ot izidan Tojikiston bordik, Turkmeniston bordik. Qirg'iz mana davlatlarga o'tib uloq ko'pkorini tomosha qilib, otlarimiz ayirib kelgan joylari bor. Xursand bo'lganmiz, to'ygalar ayirgan otimiz. Hamma kelib tabriklagan. Qo'shni Qashqadaryoga o'tganimizda shu kiyik degan otim bilan o'g'lim to'ygani ayiryapti-da. Meni tanigan odamim bor, tanimagan odamim bor. Prombo, sizni tabriklaymiz. O'g'lim to'ygani ayirgandan keyin o'zim go'yo xursandman, yig'lab qo'yaverdim. Nima uchun? Bu ko'rmagan odamlarim kelib meni tabriklayapti. 10 ming kishi, 15 ming kishi tabriklagandan keyin quvonchimni